Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Ajoyib soat bo'lib qoldi. Balki sizlarda ham bo'lgandir bu narsa. Hayolinglar kelgandir. Bir insonni 70 yil o'rtacha umr ko'rdi deb hisoblasak, ibodatgo'y, namozxon, yaxshi holatda o'tdi, yaxshiliklar qilib o'tdi. Endi u o'lgandan keyin Alloh taolo unga abadiy jannat va'da qilyapti. Endi bir yana inson borki, inkor qilib, kofir holatda, hammaga yomonlik, zulm holatda o'tdi. U ham bir o'rtacha 70 yil o'tdi deylik. Unga ham endi Xudoyim abadiy do'zaxni va'da qilyapti. Savol shundaki, nimaga endi ikkovi ham o'zi o'rtacha 70 yil yashagan bo'lsa-yu, ularga abadiy beryapti. 70 yil mukofotlab qo'ymayapti. Kofirga esa 70 yil azob bermayapti-da, abadiy beryapti ikkoviga ham. Buni hikmati shunaqa ekanki, qaranglar, 70 yil umr ko'rib ibodat qilgan insonni agar Xudoyim umrini cho'zib abadiy qilib qo'ysa, abadiy ibodat qilar ekan. Uni ibodatdan to'sib to'xtatadigan faqat o'lim ekan. Kofir ham shunday ekanki, unga ham abadiy umr bersa, abadiy inkor qilib kofir holatda o'tar ekan. Uni kofirlikdan to'sadigan o'lim ekan. Shuning uchun azizlar, doim niyatimiz go'zal bo'lsin. Nima ishlar qiladigan bo'lsak ham niyatimizga qarab Alloh taolo mukofotini, ajrini abadiy beradi va yetaklab boradigan manzilimizga ham belgilar beradigan shu niyat ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.